بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tijorat qanaqa kasb? Birodarlar, mana savdo haqida suhbatni boshlayapmiz. Halol savdo qanaqa bo'ladi? Halol savdoning ortida qanaqa yaxshiliklar bor? Savdodagi halol, harom, shubha, gumon haqida suhbatlashamiz. Savdodagi makr hilalar haqida suhbatlashamiz. Ana shu makr hilalarning ziyonlari haqida gaplashamiz. Harom savdoning orqasida nima yomonliklar bor? Shu haqida gaplashamiz. Rasululloh aytdilar, rizqning 9'i tijoratda. Aksariyatimiz mana shu tijorat bilan shug'ullanib yuribmiz. Va aksariyatimiz tijoratimizdan ko'nglimiz xotirjam emas. To'g'rimi? Yetmayapti-da. Savdo bo'lmayapti-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Qaysi kasb yaxshi? Rasululloh javob berdilar: Atyabul kasbi amalur rajuli bi yadihi va kullu bay'in mabrurin. Kishining qo'li bilan qilgan mehnati va barcha yaxshi savdo dedilar. Hunar va savdo deyaptilar Rasululloh. Rifo radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan namozgohga chiqqanida shunda payg'ambarimiz savdo qilayotgan odamlarni ko'rib turib, "Ey tojirlar jamoasi" dedilar Rasululloh. "Ey savdogarlar." Ular Rasulullohning ovozini eshitib, u tomonga qarashdi. Shunda u zot, "Albatta tojirlar qiyomat kuni fojirlar holida tirilurlar." Albatta tojirlar, savdogarlar qiyomat kunida fojirlar holida tiriltirilurlar. Faqat Allohga taqvo qilgan, yaxshilik va rostgo'ylik qilganlar bundan mustasno dedilar. Savdogarlar eshitib qo'yaylik. Tijoratchilar eshitib qo'yaylik. Agar savdogar odam taqvodor bo'lmasa, savdogarlik unga nadomat va oxirat sharmandaligini olib keladi. Tushunalingmi? Sen savdo qilyapsanmi, birodar? Tijorat qilyapsanmi? Taqvodor bo'lmasang, bu savdogarliging senga ikki dunyoda pushaymon olib keladi. Har bitta savdogar bu aytilgan hadisda 3 ta xulosani chiqarib olishligi kerak. Savdogar taqvodor bo'lsin, yaxshilik qiladigan bo'lsin va rostgo'y bo'lsin. Qaysi savdogarda mana shu 3 ta sifat bo'lsa, bu odam yolg'on ishlatmaydi, hiyla-naring qilmaydi. Chunki taqvodor, yaxshilik qiladi, yolg'on gapirmaydi. O'zi aslida tijoratdan boshqa kasblarning singari shariat ko'rsatgan yo'l bilan bo'lsa ibodatga aylanadi. Demak, bu hadis bizga savdogarlarning 2 xil holatini oldimizga qo'yapti. Birinchisi, savdogar taqvoli, xayr-i saxovatli inson bo'ladi yoki savdogar fosiq, yolg'onchi, haromxo'r bo'ladi. Taqvodor bo'lgan savdogarlar qiyomat kunida siddiqlar, nabiylar, shahidlar bilan birga bo'lishadi. Aldamchi, yolg'onchi, haromxo'r savdogarlar qiyomat kuni fojir bo'lib tiriladi. Endi hammaning ixtiyori o'zining qo'lida. Qaytaramiz. Agar savdogar odam taqvodor bo'lmasa, savdogarlik unga nadomat, oxirat sharmandaligini olib keladi. Mana endi birodarlar, savdoda man qilingan narsalar haqida so'z boshlaymiz. Nima ishlar man qilingan? Bu darsimiz 4-5 juma bo'lar. Undan keyin baraka haqida dars tayyorlab qo'yganmiz. Alloh qodir qilsa 10 yoki 15 jumaga boradi. Baraka. Birodarlar, bizning muammoimiz rizq qo'yayotganligimizda.
Biz hozirgi zamonda yashayotgan musulmonlarning eng katta muammoimiz rizqni quvib yurishimizda, rizq qidirishimizda, rizq topaman deb yurganimiz bizning muammoimiz. Domla, rizq qidirmaslik kerakmi? Yo'q, rizq qidirmaslik kerak. Baraka qidirish kerak. Chunki rizq seni qidiradi. Chunki rizqing yozilgan, onangning qornida 121 kunga to'lganingda, u rizq albatta senga keladi. Sen rizq qidirma, sen rizq quvma, sen baraka qidir. Barakani nimaligini tushunib oling, nimani quvish kerakligini tushunib oling, ozgina ishlasangiz ham kifoya qilaverar ekan. Bir rivoyat bor. Zubayra ismli ayol bo'lgan, Abbosiy xalifalardan birining ayoli. Juda ham saxovatli ayol bo'lgan. Kambag'al bechoralarga xayr ehsonni juda ko'p qilgan. Ana shu saxovatli ayol yuradigan ko'chaga ko'zi ko'r bo'lgan ikkita odam o'tirib oldi. O'tib ketayotganini payqashib turib, bittasi duo qildi. Parvardigor, meni o'zingni fazling bilan rizqlantirgin dedi. Ikkinchisi, Parvardigor, meni Zubaydani fazl bilan rizqlantirgin dedi. Haligi ayol eshitdi duosini ikkalasini, ketdi. Bordida Parvardigor o'zingni fazling bilan meni rizqlantirgin degan odamga 2 dirham sadaqa qildi. Meni Zubaydani fazli bilan rizqlantirgin deganga bitta tovuqni pishirib, butun tovuqni ichiga 10 dinor solib jo'natdi. Olib kelib berishdi. Parvardigor meni o'zingni fazling bilan rizqlantir deganga 2 dirham tegdi. Meni Zubaydani fazl bilan rizqlantir deganga 10 dinor tegdi. 5 kun, 10 kun shu ehsonni qildi. Bunga 2 dirham, bunga tovuq. Shu 10 kun o'tgandan keyin kelib, haligi Zubayda ikkala odam oldiga kelib, haligi har kuni tovuq olgan odamga qarab turib, bizni fazlimiz seni ancha boy badalat qilib qo'ydimi? 10 dinordan bersa 10 kunda 100 dinor berdimi? Bizi fazlimiz seni ancha boy qilib qo'ygandir dedi. Deganida yo'q dedi. Nimaga desa, men har kuni menga kelgan tovuqni sherigimga 2 dirhamga sotib, 2 dirhamda oldim men deydi. Shunda Zubayda aytdiki, subhanalloh. Zubaydani fazli bilan meni boy qilgan degan odamni boy qilmadi, o'zingni fazling bilan meni boy qilgan degan odamni boy qildi dedi. Sizni rizqingizni xotirjam bo'ling, birov ola olmaydi. Tushunarlimi? Qo'rqmang. Yonboshingizga yana bitta do'kon ochilsa, sizga tovaringizni sotadigan. Qo'rqmang. Dollarning kursi o'ynab ketsa. Qo'rqmang. Rizq kimdan? Allohdan. Bo'lmasam, Zubaydani fazlidan meni boy qilib turgan degan odamga tovuqni pishirib ichiga 10 dinor oltinni solib bersa, Alloh xohlamasa, berigi Allohning fazlidan boy qil deganga o'tkazib yuborar ekan. Bu kimning qo'lida? Yengilladinglarmi hozir? To'g'rimi? Yengil his qildinglarmi o'zingizlarda? Ayniqsa ish yurishmayotganlar. Ayniqsa do'koniga konkurent chiqib qolganlar. Shuning uchun birodar, siz savdoda halol, taqvoli bo'lasizmi? Yolg'onchi, fojir bo'lasizmi? Baribir rizqingizni yeysiz. Savdoda man qilingan narsalar haqida so'z boshlaymiz. Birinchisi aldamchilik. Savdoda odamlarning ko'zini bo'yash, yolg'onchilik, aldamchilik harom bo'lgan amal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bug'doy sotayotgan odam oldiga o'tib qoldilar. Qarasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bug'doyni bir tomoniga suv to'yib qo'ygan. U zot qo'lini kirgizsalar, ho'l ekan. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Laysa minna man g'ashshana." Bizni aldagan bizdan emas dedi. Yana bir rivoyatda, Muslim bilan Termiziyning rivoyatida, "Ya Rasululloh, yomg'ir tegib qopti" dedi. Ya'ni atay qilmagan, yomg'ir tegib qopti. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Odamlar ko'rishi uchun mana shu ho'l tomonni ham ochib qo'ymabsan-da, kim aldasa mendan emas" dedilar. U atay qilmadi.
atay qilmadi. Lekin odamlarga shu aybini ko'rsatmadi. Endi suv tegib qolgandan keyin birinchidan ishib qoladi, og'ir bo'ladi, aldashlik bo'ladi. Ikkinchidan suv tegib qolgandan keyin bu bug'doyni saqlab bo'lmaydi. Shuni ko'rsatmasdan, aytmasdan sotyaptimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani bizdan emas bu ishni qilganlar deyaptilar. Haligi oldiga o'tib ketib aytib beraman yana bitta narsani. Menda mana bu narsa bor. Sotyapman Ahmadga. Aybi bor. Eng taqvolimiz qo'shtirnoq ichida. Aybini so'rasa aytamiz, bo'lsa tektiramiz. Uni tafsiloti bilan tushuntiraman, o'rni kelganda aytib qo'yay. Shuni sotayotganimda manaqa aybi bor deb sotmasam, savdoim harom bo'ladi. So'raganda aytmasa 2 marta harom bo'ladi. Xo'p, bu men bilan Ahmadning o'rtasidagi ish. Endi 3-odam turibdi yonimda. Mana u sotayotgan narsamni aybi bor. Men aytmayapman. 1. Klient so'ragani aqli yetmayapti. 2. Ammo 3-odam bilib turibdi shuni aybini. Sotib olsam, bu aybini aytib qo'ymasa, bu ham gunohkor bo'ladi. 3-odam ko'rib turib aytmasa, shu haromga bu ham sherik bo'ladi deyilyapti. Tushunyapsizlarmi? Qaysi darajada biz bu taqvo yo'lidan uzoq bo'lib ketdik savdoda? Rasululloh bizdan emas degani, meni dinimdan emas degani. Endi bizni zamonimizga kelib turib, ayrim savdogarlarda qilayotgan hiyla, naringlaringga qarab aqling uchadi. Bizni bozorlarimizda savdo ilmini bilmagan kishilar savdo qilmasin deb Umar ibn Xattob qattiq uqtirgan odamlarga. Modomiki savdogarni, tijoratchini rizq haqidagi tasavvuri noto'g'ri ekan, rizqni nima ekanligini to'g'ri tushunmas ekan, tamom. Bu savdogarni yakka-yagona maqsadi pul topish bo'lib qoladi. Qana qilib bo'lsa ham pul topish bo'lib qoladi. Mana shunga o'xshagan savdogarlar o'zini savdosida hiyla, nayrangni shunaqa bir yo'llarni o'ylab topganki, qarab aqling lol qolib qoladi. Sotuvchini g'ami qana qilib bo'lsa ham xaridorni aldab, molni o'tkazib pulni olish, undan boshqa g'ami yo'q. Buni eng oddiy ko'rinishi qulpuna sotayotgan odam qulpunayni to'kib qo'yadi bir jon, oldiga qanaqalarni terib qo'yadi,